Men Ulug'nor tuman Mingbuloq mahalla fuqarolar yig'ini raisi Nuraliyev Abdug'ofurman. Bizni mahallamizda 680 nafar xonadon bor. Bu xonadonlarimiz asosan suyultirilgan gaz bilan foydalanadi. Bu albatta aholimizga ancha qulaylik yaratiladi. Suyultirilgan gaz ballonida tuman gaz ta'minot bo'limi vaqtida yetkazib kelib turishdi. Aholimiz bundan minnatdor. Tuman gaz ta'minot bo'limi xodimlari mahallamizga gaz olib kelishdi. Xonadonga o'ziga yetib borishga o'zim doim guvohi bo'laman. Birgalashib xonadon yurib tarqatiladi. Keyingi vaqtlarda bu raqamlashtirishga o'tilgandan bir bu yana ham qulaylik bo'ldiki, bu aynan o'zi egasini o'ziga yetib boradi. Bundan aholimiz xursand. Gaz vaqtida kelishib turibdi. Fesayda tizim o'tgandan keyin ancha yaxshi bo'ldi. Ilgari bunaqa bo'lmasdi, kim oldi, kim olmadi bila olmasdik. Xonadon egasi yetib borishganini ham bila olmay qolardik. Hozirgi Fesayda o'tgandan keyin hech qanaqa bir aliga korrupsiya deydi, boshqa narsaga yo'l yo'q. Aniq xonadon egasi yetib boryapti. Bu shaffoflikda ta'minlanyapti. Men Ro'zmat va Salima Qatortol ko'chasi 1-xonadonda yashayman. Bugun suyultirilgan gaz ballonlarini olib kelishdi. Xursandmiz. Gazlarimiz mana vaqtida yetib kelyapti. 40 kun, 45 kunlarda. Olib kelingan gaz ballonlarni Fesayt tizimi orqali tarozidan o'tkazib qabul qilib olamiz.